Videomizda mana shu fonni bolalar, mana shu fonni mana shu fonni sizlarga qanaqa qilib qo'yishni o'rgataman. Birinchi navbatda biz bolalar mana bu Microsoft degan Store degan narsa bor. Shuni bosamiz. Bosganimizdan keyin bolalar mana bu yerda Lively degan narsa bor. Shuni bosamiz. Bosib bo'lganimizdan keyin mana bu narsa chiqadi. Shuni bosamiz va upgrade deb bosamiz. Sizlarga yuklanmagan, o'shaning uchun bolalar sizlarga chiqmaydi. Deygolar. Endi bolalar. Endi birinchi navbatda sizlarga zo'ri kerak bo'lsa, Google ga kiramiz. Sizlarga zo'r, juda ham kuchli kerak bo'lsa, mana Google kiramiz. Google ga bosamiz ustiga. Bolalar chiqqandan keyin bolalar mana bu yerga Live Wow Per for pası deb yozamiz. Chiqadi. Chiqqandan keyin bolalar mana bu narsa bor. Shuni bosamiz va bosgandan keyin bittadan любойni tanlaysizlar. Menga masalan men просто natura deb yozaman. Natura deb yozmayman. Tek bolaman Naruto deb yozaman. Naruto deb yozgandan keyin menga mana shu yoqdi. Demak bolalar, sizlarga buni qilishni o'rgataman. Bu bolalar, bu qimirlaydi ham avtomatik. Va bolalar menga только download. Bolalar sal qotib qoldi. Menga bolalar keyin bolalar mana bunga kirib olasizlar. Kirib olgandan keyin bolalar mana shu yuklagan narsamizni olasizlar. Olgandan keyin bolalar hozir chiqish kerak. Chiqqandan keyin bolalar mana bu yerda plus degan narsa bor. Mana shu plus degan narsani bosasizlar. Bosib bo'lgandan keyin bolalar mana bu yerga yuklaydigan narsa bor. Shuni bosasizlar va ushlab turib buyoqqa qo'yasizlar. Bolalar o'qitib bosamiz. Bolalar undan keyin bolalar X ni bosamiz va sizlar qarasanglar mana narsa bo'ldi. Ana xayr bolalar, sizlar bilan men Rahim Mujik bo'ldim. Xayr bolalar, ko'rishguncha xayr.